ortimda turgan ushbu monolitli ustunlarning ma'nosi shuki, sanoatni san'at darajasiga aylantirish. Aynan sariq rangda bo'lishi ham shunaqangi bir estetik zavq bag'ishlash. Bu ustunlik ko'chalari esa Fransiya davlati Lil shahrining markazida joylashgan. Bularning soni esa 14 donadan iborat. Mana shundoqqina avtovokzal ro'parasida joylashgan. Assalomu alaykum, ko'rayotganingiz Bahodir Live kanali. Siz bilan bugun Lil shahriga birgalikda sayohat qilamiz. Qadimda Lil atrofini daryolar o'rab turgan. Shuning uchun u orol shahar deb ataladi. Bugungi kunda Lil Fransiyaning eng yirik shaharlaridan biri bo'lib, 240 ming kishi istiqomat qiladi. Lil ta'lim va iqtisod markazi. Bu yerda ko'plab universitetlar, texnologik markazlar va xalqaro kompaniyalar faoliyat yuritadi. Shahar Fransiyaning muhim sanoat va savdo markazlaridan biri hisoblanadi. Madaniyat sohasida esa Lil butun Yevropaga mashhur. 2004-yilda u Yevropa madaniyat poytaxti unvonini olgan. Bu yerda san'at festivallari, muzeylar, teatrlar va ko'cha yarmarkalari yil davomida o'tkaziladi. Eng mashhur an'analardan biri La Braderie de Lille, ya'ni Fransiyaning eng katta ko'cha bozori. Bu tadbirda millionlab odamlar yig'ilib, musiqa, taom va bayram kayfiyatidan zavqlanadi. Men hozir mana bu yurgan Lil shahrining markazidagi ko'chalardan biri. Bu yerda mana binolar o'sha Yevropaning qadimiy arxitekturasiga mos uslubida qurilgan. Nafaqat binolar, balki mana yo'llar ham o'sha davrdagi g'ishli yo'llarga o'xshab terilgan. O'sha davrni eslatadi hattoki yo'llar ham. Hozir men 3 kilometr, 2 kilometr piyoda yayov yurib keldim. Mana shu tomondan, o'sha tomondan kelganimcha xuddi mana shunaqangi uslubdagi yo'llar edi. Mana ko'rishingiz mumkin. Avtomobillar ham yuribdi. Bu tomoni ham mana xuddi shu uslubda, yo'l davom etgan. Ko'cha xalq orasida boylik ko'chasi deb atalar ekan. Nimaga unday deb nomlanishining sababi esa bu yerda aynan boylar yashagani uchun emas. Oddiy xalq odamlar bu ko'chada yurganida ayrim holatlarda pul topib olgani uchun bunday nomlanishi qadimdan bor ekan. O'sha 17-18-asrdan beri bor ekan. Chunki sababi bu yerda tanga ishlab chiqarilgan bosmaxonalar bo'lgan ekan. Ba'zi hollarda o'shaning uchun odamlar bu yerdan tangalar topib olgan. Shuning uchun o'sha davrdan beri boylik ko'chasi deb atadi. Bu ko'chaning nomi esa Rue de Mane ko'chasi. Lil shahrining markazlaridan. Mana bu men turgan bino La Vieux Bourse degan qadimiy bino ekan. Bu yerda o'sha davrda tijoratchilar, tadbirkorlar uchrashgan,
qolaversa ofislar bo'lgan hozirgi davrdagi biznes markazlardan biri sifatida yuritilgan. O'rtada mana shunday to'rtburchak shaklda hovli joylashgan. Rostdan ham ajoyib, chunki o'sha davrda mana shunday binoni o'sha biznesmenlar uchun qurgan, o'sha savdogarlar uchun. Bilamizku, u davrlarda faqat shohlar, yuqori martabali insonlargina faqat qasrda yashashgan. Lekin mana bunday, mana o'sha davrda ular tadbirkorlikka e'tibor bergani hozirgi kunda ham balki shu rivojlanishining bir sabablaridan biridir degan xulosaga borasan kishi. Lil shahrining markazida joylashgan Vio Bours, ya'ni tarixiy birja binosi 17-asr me'morchiligining eng go'zal namunasidan biridir. Bu bino 1652-yilda savdogarlar uchun qurilgan bo'lib, o'sha davrda u shahar savdo hayotining yuragi sanalgan. Uni arxitektor Julian Destre flaman uslubida nafis bezaklar bilan loyihalagan. Vio Bours atrofida 24 ta kichik uydan iborat yopiq hovli mavjud. Avvallari bu yerda savdogarlar bitimlar tuzgan. Bugun esa u yerda kitob bozori, shaxmat o'yinlari va san'at ko'rgazmalari o'tkaziladi. Bino o'zining nafis haykallari, rang-barang o'ymakor devorlari va tarixiy muhiti bilan Lil shahrining haqiqiy ramziga aylangan. Agar siz Lil shahrining temir yo'l vokzalida poyezdingizni kutayotgan bo'lsangiz, vokzal hududida joylashgan fortepianinoda kuy ijro etishingiz mumkin. Men 2 o'spirin yigit chalgan musiqani biroz tingladim-da, so'ngra o'z manzilimga yo'l oldim.